Assalomu alaykum, xayrli kun. Bugun yana navbatdagi juda ham hamma ayollarimizga foydali bo'ladigan munosabatlarni to'g'rilashga hamda juda ham ko'plab ayollikka xos bo'lgan kasalliklarga yechim bo'la oladigan Alloh izni bilan albatta darslik sizga qoldirishga qaror qildim. Konsultatsiyalarimda va ayollar bilan uchrashganda juda ko'plab keladigan savollardan biri bu aynan kasalliklar, jenskiy kasalliklar, jinsiy munosabatdagi, yaqinlikdagi bo'ladigan kamchiliklar hamda suyak yemirilishi, semirish, har xil qandli diabet, har xil kasalliklar ko'payganligi uchun mana shu kasalliklarga yechim bo'ladigan hamda insonni samootsyenkasi tushish orqali munosabatlar buzilishi mumkin, ichki erkinlik yo'qolishi mumkin. Mana shu erkinliklar umuman ayollikka xos bo'lgan barcha muammolarni yechish maqsadida bugun darslik olishga qaror qildik. Bugungi darsligimni o'zingni qadrla deb nomladim. Chunki juda ko'plab ayol qizlar aynan o'zini qadrlay olmasligidan shunaqa kasalliklarga duchor bo'lishadi. Juda ko'plab muammolarda ikkinchi xotin uchinchi shaxs aralashuvi, xiyonat, kechira olmaslik, har xil holatlar bilan qiynalishadi. O'zini yo'lini topa olmaslik, pulsizlik, shu kabi muammolarga juda ko'p uchrashishadi. Bilasizmi, bu dunyo meni aksim. Agar men ichimda o'zimga qanday munosabatda bo'lishni boshlasam, dunyo menga, dunyoni ichidagi har bitta zarra menga xuddi shu munosabatni ko'rsatib, o'zimga bo'lgan munosabatni menga anglatishni boshlashadi. Bu dunyoda men o'zimdan boshqa hech kim yo'q. Hayot faqat o'zimdan iborat ekan. Har bir odam o'zini anglashi, tanishi, bilishi xohlaydi. Qanday qilib tanishi, bilishi, faqat o'zini qanday qilib tanishni bilishmaydi. Agar siz atrofingizda insonlarga qarasangiz, ularning yashash tarziga qarasangiz, ularning sizga qiladigan munosabati yoki bir-biri bilan qiladigan munosabatlari, hayotda dunyoda nimalar bo'layotganligini ko'radigan bo'lsangiz, ko'zingizga nima tushayotgan bo'lsa, o'sha tushayotgan manzaralaringiz, insonlaringiz, ularning xatti-harakati, ularning taqdir yo'li, ularning muammolari orqali siz o'zingizni tanishingiz va anglashingiz mumkin. Har bir inson menga qiladigan munosabat yoki bir-biri bilan qiladigan munosabati orqali men ichimdan o'zimga qiladigan munosabatimni o'zimga tushuntirish, anglatish, ko'rsatish uchun oldimga va hayotimga kirib keladi. Tasavvur qiling, atrofingizda har xil odamlar bor, har xil vaziyatlar bo'ladi. Deylik, bitta dugonangiz bilan gaplashadigan bo'lsangiz, dugonangiz sizga aytadigan xabarlardan sizni xabaringiz bo'lmaydi. Dunyo yangiliklarni sizga aytishi mumkin. Qachon shunaqa bo'ldi? Qachon sodir bo'ldi? Bu deb hayron qolishingiz mumkin. Chunki sizni ko'zingiz boshqa narsalarga, ya'ni o'zingizni anglatadigan, sizni o'zingizga tanishtiradigan vaziyatlarga tushish bilan ovora bo'ladi. Shuning uchun ham siz boshqa yangiliklardan bexabar qolib ketgan bo'lishingiz mumkin. O'zingizni anglashni xohlasangiz, atrofga boqing. Atrof sizga o'zingizga bo'lgan munosabatingizni, o'zingiz kimligingizni tanishtirib qo'yadi va shu orqali o'zingizni isloh qilishingiz, tarbiya qilishingiz, o'zgartirishingiz mumkin. Nima uchun ayollarda suyak yemirilishi, ayollikka xos kasalliklar yoki bepushtlik, ortiqcha vazn yoki o'zidan norozi bo'lish, er-xotin munosabatlarida uchinchi shaxs aralashuvi yoki munosabatlarda qanaqadir yaqinlik yo'qligi, bir-birini ilohiy seva olmaslik holatlari ko'p bo'ladi. Nima uchun ayol kishi o'zi ishlashga majbur bo'ladi, oilani boqishga majbur bo'ladi? Nima uchun erkak mas'uliyatsiz bo'lib qoladi yoki ishida qarzdor, har xil muammolarga yo'liqishi mumkin? Albatta, bu menga o'zimni ichimdan o'zimga bo'lgan munosabatimni ko'rsatadi. Qanchalik hozir meni fikrimni, gapimni eshitib qarshi fikr tug'ilsa, qanaqa qilib, yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas degan fikr uyg'ongan bo'lsa, men sizni shunchalik tushunaman, chunki oldin o'zimda ham shu holatlar bo'lgan. Qanchalik meni hayotimda mendan boshqa hech kim yo'q, menga yaratgan odamlar, vaziyatlar orqali o'zimga tanishtiryapti deb qarashni boshlasangiz, shuncha muammo kamayishni boshlaydi. Chunki tezroq anglaysiz, tezroq muammongizga yechim topasiz, tezroq har bitta muammoni, har bitta vaziyat hikmatini topishga musharraf bo'lasiz. Agar inson o'zi birinchi bo'lib odamni baholash, yaxshi yomonga ajratish, yuqori past degan baho qo'yish xarob qiladi. Agar siz aynan mana shu baholash xislatidan voz kechmaydigan bo'lsangiz, kasalliklar, munosabatlarda muammolar kelib chiqaveradi. Pul bilan muammolar, namoz o'qiy olmaslik, dangasa bo'lish, shunaqa muammolar kelib chiqaveradi. Shuning uchun baholashni yo'qotish kerak. Bu dunyoda hamma odam
kimdir yaxshi, kimdir yomon, lekin hamma odam, hamma vaziyat, men har doim muammoni yaxshi yomoni bo'lmaydi. Muammo faqat muammo bo'ladi deb aytaman. Odamni ham yaxshi yomoni bo'lmaydi. Odamni faqat odami bo'ladi. Siz kimgadir qaraganingizda uni yomon xislatini ko'rayotgan bo'lsangiz, ayni mana shu yomon xislat kimgadir yaxshidek tuyulishi mumkin. Kimdadir yaxshi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, uni ichidagi asl niyatini bilmaysiz. Haqiqatan yaxshimi, haqiqatan yomonmi? Biz bunaqa baho qo'ya olmaymiz. Bahoni bizga faqat yaratgan qo'ya oladi. Bahoni bizani vaziyatlarimizga, bizani xatti-harakatlarimizga, kimligimizni faqatgina u ayta oladi, u bilan ko'rishganimizda. Shuning uchun baholashdan ko'ra qadrlashga o'tishimiz kerak. Men juda ham ko'p samootsiyonka mavzusida bepul darsliklar, pullik darsliklar, uchrashuvlarda aytibman. Samootsiyonka o'ziga o'zi baho qo'yish bu odamni xarob qiladi. Qachonki siz o'zingizni yaxshi yomonga ajratishni boshlasangiz, odamlardagi odamlik jihatlarini biz qadrlay olmaymiz, ularga hurmat ko'rsata olmay qolamiz. Aksincha bizda juda aynan ayollardagi muammolar mana shu samootsiyonka mavzusidan, odam o'ziga o'zi beradigan bahosi orqali bo'layotganligini tushuntirish uchun juda ko'plab bepul darsliklar, pullik darsliklar, uchrashuvlar tashkillashtirib gapirdim. Chunki qachon odam o'ziga o'zi yo yuqori yoki past baho qo'yishni boshlasa, u albatta boshqani ham darajalashni boshlaydi. Bu yaxshi, bu yomon va shu yerda bilasizmi nima uyg'onadi? Agar men yaxshi yomon darajaga qo'yishni boshlasam, baho qo'yishni boshlasam, men maksimal harakat qilaman boshqalarni o'zimdan pastroq qo'yib, o'zimni balandroq ko'rsatishga, o'zimdagi yaxshi kачествоlarni topib, ularni nazar pisand qilmaslikka. Buni natijasida odamda kibr paydo bo'ladi. Buni natijasida odam nafsini yomon taraflama shakllantirishni boshlaydi va hamma muammo mana shu joyda bo'ladi. Va bilasizmi, mana shu joyda qancha men baho qo'yganim sari odamlarning xatti-harakati, odamlarning gapirishi, odamlarning taqdiri, odamlarning tashqi ko'rinishiga men qancha baho qo'yganim sari shuncha menda o'zlashtirish paydo bo'ladi. Shuncha men boshqarishga harakat qilaman, shuncha men dominant bo'lishga harakat qilaman va mana shu joyda men o'zim xarob qilaman. O'zi hamma muammodan xalos bo'lish uchun hech narsani o'zlashtirmaslik, hech narsani boshqarmaslik, hech narsani hech kim oldida dominant bo'lmaslikka harakat qilishi o'zi yetadi. Har qanday muammodan tez xalos bo'lishni xohlasangiz, vaziyatlarni o'zlashtirishga, bu meni vaziyatim, bu meni muammom demaslikka harakat qiling. O'zim shu muammoni yechimini topaman deb boshqarmaslikka harakat qiling. Bu joyda men uyalaman, men sharmanda bo'laman, meni hayotim, meni muammoyim, meni obro'yim deb dominant bo'lmaslikka harakat qilsangiz, shunda tezroq muammoga yechim topiladi. Odam qancha o'zini to'g'ri tushunishga harakat qilsa, shuncha o'zi bilan to'g'ri munosabat o'rnatishni boshlaydi. Qancha o'zi bilan to'g'ri munosabat o'rnatsa, shuncha kasalliklardan forig' bo'ladi, muammolardan xalos bo'lishni boshlaydi. Agar men o'zimni qadrlashni bilmasam, men atrofdagi hech kimni qadrlay olmayman. Agar men o'zimni qadrlashni bilmasam, menda shukronalik holati bo'lmaydi. Agar men o'zimni qadrlashni bilmasam, atrofimdagi odamlar meni qadrlamaydi. Shuning uchun odam har doim o'zini qadrlashni bilish kerak. Bugun sizga o'zingizni qadrlashingiz uchun va o'zingizga bo'lgan qadr-qiymat, boshqalar bilan solishtirmasligingiz, o'zingizni qadrlash orqali hayotda asl ma'nosini, mazasini tatishingiz, odamlar bilan munosabatni to'g'irlash va istalgan ayollikka xos bo'lgan kasalliklardan xalos bo'lish uchun bitta yechim, bitta texnika bermoqchiman. Bizning jamiyatimizda shunaqa noto'g'ri fikrlar uyg'ongan. Boy bo'lsam, meni yaxshi ko'rishadi, boy bo'lsam men jamiyatda kerakli bo'laman, hamma menga ergashadi, boy bo'lsam chiroyli bo'laman. Xullas, mana shunaqa bir necha kачество, bir necha xislat orqali o'ziga yaxshi baho qo'yish kriteriyasi paydo bo'lgan. Va mana shu kriteriyaga asoslanib hamma bo'lgisi keladi, lekin hech kim bo'la olmaydi, ko'pchilik bo'la olmaydi. Hamma bir xil chiroyli, hammaning figurasi bir xil bo'lish kerak, ya'ni bo'yi uzun, undoq bo'lsa shunda men chiroyli bo'laman deb o'ylashadi. Oppoq yuzli bo'lsam, tiniq bo'lsam, semiz bo'lmasam, shunda meni hamma qadrlaydi. Pulim bo'lsa, mashinam bo'lsa, jamiyatda o'z o'rnimga ega bo'lsam, shunda men yaxshi yashayman, shunda men uyda, hamma joyda o'z fikrim, o'zim o'rnim bo'ladi deb xato fikrlaymiz. Va mana shuning uchun ham muammo bo'ladi. Suyak yemilish kasalligi bilan juda ko'p ayollar kelyapti. Ayollikka xos bo'lgan, misol uchun, jinsiy a'zolarda kasalliklar bilan juda ko'p ayollar kelyapti, qizlar. Munosabatlarda uchinchi shaxs aralashuvi, ayol qizlar qarzdorlik bilan qiynalayotgan, erini xabari yo'q, eri bo'lsa ham yordam bermaydigan holatlar juda ko'p bo'lyapti. Ayollar erkakka o'xshab qattiq
qattiq mehnat qilib pul topish uchun harakat qilib yotibdi ertalabdan kechgacha. Shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Nimaga? Sababi men o'zim qadrlamayapman. Sababi men o'sha jamiyat tuz bergan, odamlar tuz bergan kriteriyaga mos bo'lishim kerak deb o'zimni qiynamayman. Keling bugun siz bilan bugundan boshlaymiz. 21 kun davomida ertalab va kech payt bitta amaliyotni bajaramiz. Alloh izni bilan albatta bu amaliyot sizni har qanaqa ayollikka xos bo'lgan muammolaringiz, kasalliklaringizdan forig' bo'lishingizga yordam beradi. Hattoki rak kasalligidan ham chiqib ketishingizga, o'sha kasalligingizdan ham shifo topishingizga inshaalloh yordam beradi. Har kuni ertalab va kech payt daftar oling va daftarga eng kamida 20 ta o'zingizni yaxshi xislatlaringizni yozing. Balkim pulingiz ko'pmasdir. Lekin siz sabrlidirsiz. Balkim bo'yingiz uzunmasdir. Lekin siz turmush o'rtog'ingizni suyuklisidirsiz. Balki yaxshi turmush o'rtoq tanlagandirsiz. Balkim sizni pulingiz ko'pmasdir, lekin siz uyda ovqat yaxshi tayyorlarsiz. Balkim shirinliklar yaxshi tayyorlarsiz, balkim salatlarni zo'r qilarsiz, balkim uydagi tozalikka juda ham e'tiborlidirsiz. Yaxshi tozalik ishlari bilan shug'ullanarsiz. Balkim siz jamiyatda o'z o'rningizni egallamagandirsiz, lekin siz yaxshi farzandlarga onadirsiz. Farzandlaringizga yaxshi tarbiya berayotgandirsiz, ularning ovqatini o'zingiz qilib berayotgandirsiz. Vazifalariga e'tiborlidirsiz, maktablariga olib kelayotgandirsiz. Shunaqa yaxshi kачествоlarimiz bor-ku bizning. Biz faqatgina bir necha o'sha jamiyat tanlab bergan kачествоlarga, ya'ni sifat, xarakterlarga mos bo'lishim kerak, bo'lmasam men yaxshi inson emasman, men kerakli inson emasman deb odam o'zini qiynaydi. O'zini yeb bitirgani uchun suyaklar yemirilishi boshlaydi. O'zini yeb bitirgani uchun har xil o'simtalar o'sishi boshlaydi. Jigarda yog' paydo bo'ladi, qandli diabet paydo bo'ladi. Shirinini hayotida maza topa olmaganligi uchun u shirinliklar ko'p yeyishni boshlaydi, ovqat ko'p yeyishni boshlaydi va bu yoqda ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Keyin dangasalik paydo bo'ladi. Umidsizlikka tushgan odam boshlagan ishini oxiriga yetkaza olmaydi. Kortizol oshib ketishi paydo bo'ladi. Har xil soch to'kilishi, har xil kasalliklar paydo bo'lishni boshlaydi. Qancha o'zingizni qadrlasangiz, shuncha bu kasalliklardan tez, oson, yengil xalos bo'lasiz. 21 kun davomida ertalab va kech payt eng kamida 20 ta o'zingizda bor bo'lgan yaxshi xislatlarni topib yozing. Agar har kuni shuncha xislatni qayerdan topib yozaman, qanaqa yozaman deb o'ylaydigan bo'lsangiz, har kuni bitta gapni yozsangiz ham noto'g'ri bo'lmaydi. Har kuni yozing, 21 kun davomida ertalab va kech payt yozing, yozib bo'lganingizdan keyin o'qing. Yozib bo'ldingizmi? Misol 20 ta yozdingiz. Men yaxshi onaman. Men yaxshi turmush o'rtoq tanlaganman. Men yaxshi oilaga, misol uchun, kelin bo'lganman. Men yaxshi ovqat qila olaman. To'g'ri, meni pulim ko'p bo'lmas, lekin men uyda hamma produktlardan unumli foydalanib yaxshi ovqat qila olaman. Uy saramjon sarishta usha olaman. Uyda misol uchun ilohiy atmosferani qila olaman. To'g'ri, men chaqqon bo'lmasman, lekin men duo qilaman. To'g'ri, men jamiyatda o'z o'rnimga ega emasdirman, lekin men o'tirib erim haqqiga duo qilaman, farzandlarim haqqiga duo qilaman. Har xil o'zingizda yaxshi kачествоlar bor. Har bir inson unikalniy. Hech qaysi bir inson bir-birini takrorlamaydi. Siz nimangiz bilandir o'zingizni hech kimga o'xshamas xislatlaringiz bor. Takrorlanmas xislatlaringiz, tashqi ko'rinishingiz, ovozingiz, hech kimda yo'q hissiyotlar, xarakterlar sizda bor. Agar kim bilandir solishtiradigan bo'lsak, biz mana shu joyda o'zimizni xarob qilishni boshlaymiz. Kasal bo'lishni boshlaymiz, munosabatlarimiz buzilishni boshlaydi. Agar solishtirmasangiz va har bir inson unikalniy ekan, har bir inson bir-birini takrorlamas ekan deb qarashni boshlasangiz, o'sha joyda siz o'zingizni qadrlaysiz. O'zingizni qadrlagan inson boshqalarni ham qadrlay oladi. Oynaga hech e'tibor berib qaraganmisiz? Bitta ko'zingiz kattaroq, bitta ko'zingiz kichkinaroq, bitta bir tarafingiz sal bundoqroq yoki bundoqroq, qanaqadir boshqacharoqdek tuyuladi. Mana shu joydan ham hatto insonda ikkita juft qilib yaratilgan narsalar ham bir-birini takrorlamasligiga, har biri boshqacha qilib yaratilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Egizaklarga qarasangiz ham har doim ularni ajratib turadigan nimasidir bo'ladi. Ya'ni odam hech qachon bir-biriga o'xshamaydi. Na uni xarakteri, na uni tashqi ko'rinishi, hech qachon hech kim o'xshamaydi bir-biriga. Agar siz hech kimga o'xshamasligi va har bir inson takrorlanmas ekan, takrorlanmas holat yaratilgan ekan deb
qarashni boshlasangiz, siz menda takrorlanuvchi muammolar bor deb qiynalmaysiz. Bir xil muammo hayotimda takror-takror bo'lyapti deb qiynalmaysiz. Har bitta muammo individualniy, unikalniy. Hammasi boshqacha dars berishga, boshqacha insonlar bilan kelishni boshlaydi. Va shu joyda o'zingizni yeb bitiradigan holatlardan xalos bo'lasiz. Yozing. 21 kun davomida juda ham oddiy. O'qing yozib bo'lganingizdan keyin va o'zingizni kasalliklardan xalos qiling, muammolardan xalos qiling. Agar darsligim sizga yoqqan bo'lsa, qanaqadir anglashlar olgan bo'lsangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Men hammanglarni o'qiyman. Keyinchalik sizga qaysi mavzularda darslar bo'lishini xohlasangiz, bular haqida ham izohlarda yozib qoldirsangiz, sizni talablaringizga binoan keyingi darsliklarimiz albatta olinadi. Xayr, salomat bo'ling.